ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 2022 يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى ئىلان قىلدى. ئاقساراي باياناتچىسى پساكى 6 dekabr دۈشەنبە كۈنىدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈپ ئېلىش يىغىنىدا مۇنداق دېدى. خىتاينىڭ شەرقى تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھەمدە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى سەۋەبلىك بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكى ۋە مېيىپلا ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە ھېچقانداق دىپلوماتىك yoki رەسمىي ۋەكىل ئەۋەتمەيمىز. پساكى يەنە بېيجىڭ ئولىمپىكىغا قارشى بۇ بايقۇتنىڭ diplomatik ekanligini, tənərkətçilərinin bunun təsirigə uçurmaydiganlığını bildirdi. Türkiyə Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu, Qatarning muavin bosh ministri, Tashqi ishlar ministri Şeyx Muhammed Abdurrahman Al-Sani bilan birlashma axborot e'lon qildi. Al-Sani yig'inda Turkiya-Qatar strategiyalik komitetining 7-yig'inida 12 yangi kelishimning imzolanishidan umid borligini aytdi. Mavlud Çavuşoğlu bo'lsa ikki davlatning imzo qo'yishga tayyorlangan hujjatlarini va ilgari imzolangan hujjatlarning ijro qilinish ahvolini ko'zdan kechirganligini bayon qildi. Xitayning Atlantik okeanda dengiz qirg'og'iga bar Ekvator Gvineyada mangulik harbiy baza qurishni planlaganligi o'tirib qo'yildi. Balkochsi gazetining Amerika istixborotini asos qilgan xabariga qaraganda, Xitoy Ekvator Gvineysi dengiz qirg'og'ida tunji mangulik harbiy baza qurmoqchi bo'lgan. Gerçi harbiy baza qurish plani to'g'risida tafsiliy uchur berilmagan bo'lsa-mu, ammo Beyjing hukumatining Atlantik okeandagi harbiy mavjudligining bu rayondagi Amerikaga bo'lgan tahdidini oshirib yetadiganligi o'tirib qo'yilgan. Bermining ئاغدۇرۇلغان رەھبەri سۇكى bir qator ayblashlar bilan sotlangan tunji sudda 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sۇكى ommaviy to'polonga qutratqulik qilish va virusga qarshi turish belgilamasiga xiloflik qilish jinoyati bilan ayblandi. BBCning xabariga qaraganda, Sۇكى uningga qaratilgan barliq ayblashlarni rad qilgan bo'lib, 11 turlik ayblash bilan sotlanyotdi. Amerika olam qatnashi armiyasida vazifa o'taydigan general David Thompson Xitoyning harbiy bo'shliq yo'shurun kuchining eshiyotganligini ogohlantirdi. Amerika taratqullarining xabariga qaraganda, Thompson bu olam armiyasining borliqqa kelishidagi sabablarning biri dedi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev rasmiy ziyoratga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. To'qayev so'zida ikki tarafning ikki davlat munosabatini ittifoqdoshlik darajasiga o'stirishni qaror qilganligini, bu qarorning ikki taraf munosabatini yangi bir saviyaga yetkazganligini aytdi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning yangi ijtimoiy taratqu tashabbusi Trump axborot va texnika guruhi va raqamlik dunyo setib olish shirkati bir turkum mablag' solg'uvchilar bilan taxminan $1 milliard mushtarilik kelishimi tuzganligini e'lon qildi.